Bu videomizda bizani tik yo'nalishida bo'lgan svarkamizni argon gazi haqida gaplashamiz. Hamma argon svarka deydi, lekin o'zi aslida tik svarka deyiladi, lekin foydalaniladigan gazlari 3 xil bo'ladi. Ya'ni argon, geliy va argon bilan geliyni aralashtirilgan turi. Ya'ni bizni argon svarkamiz nima uchun kerak? Oziq-ovqatlarda yuqori sifatli svarkaga kerak bo'lgan paytda biz svarkamizda, ya'ni tik yo'nalishda bo'lgan svarkamizda argondan foydalanamiz. Deyarli har doim o'zi argondan foydalanadi, chunki bu arzonroq. Geliy esa qimmatroq. Xo'sh, geliy bilan argonni nima farqi bor? Argon geliyga nisbatan 10 barobar og'irroq. Ya'ni patolochniy shof qiladigan bo'lsanglar, geliydan foydalansanglar bo'ladi va rasxodi ham kam bo'ladi. Ustunliklari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu yuqori sifat uchun juda ham kerak, yuqa metallar uchun juda ham kerak. Ya'ni mebel, profil va shunga o'xshash narsalar yo'nkisli listlarni svarka qilsa bo'ladi, lekin qalin listlarga kelganda geliydan foydalanamiz. Chunki geliy tomir shofi yaxshi qiladi. Ya'ni ildiz shofi ichiga kirib, qalin metallarning ichlarigacha kirib svarka qilishi yuqori gradus chiqarib bera olgani uchun geliydan foydalanamiz. Ya'ni argon bilan geliyni orasida farqi shundaki, geliy yuqori gradus chiqarib bera oladi, argon esa yo'q. Ya'ni metalni qizdirib bera olish kuchi geliyda ko'proq. Argon og'ir, geliy yengil, shuning uchun geliyda patolochniy shoflarni qila olamiz, argonda esa hamma joylari faqat patolochniy shof qiladigan bo'lsangiz gazni ko'proq qo'yishingiz kerak. Chunki gazlarni vazifasi shofni himoya qilish asli. Xullas, geliy bilan argonni aralashtirganimizda met yoki alyuminni svarka qila olamiz. Sababi svarkadan oldin qizdirish kerak bo'ladi bir xilgi metallarni. Geliy bilan argonni aralashtirib svarka qilganda kakras qizib ketishini ham, sovib ketishini ham yo'lini oladi. Ya'ni ham qizib ham ketmaydi, ham sovib ham ketmaydi. O'rta gradusda, lekin sifat faqat toza argonni o'zida foydalanganga nisbatan pastroq bo'ladi. Geliyda ham xuddi shunaqa. Geliyda nima, ya'ni ham suyuqroq eriydi metal. Argonda me'yorida, yuqori kачествоda. Ya'ni argonni ham, geliyni ham farqi narxida ham. Chunki argon deylik 200 ming so'm bo'lsa, geliy 100 dollar, 200 dollar bo'ladi balloni. Bitta ballonni 200 dollarga olganingiz, 200 ming so'mga olganingiz yaxshimi yoki 200 dollarga olganingiz yaxshimi? Ha, adashayotgan bo'lishim mumkin. Agar adashayotgan bo'lsam, geliy bilan argonni narxini yozib o'tinglar kommentariyada. Sizlar bilan esa svarchik nomer 1 bo'ldi. Bu bizni argon svarkasi haqidagi qisqacha darsligimiz edi. Darsimiz sal uzayib ketib qoldi, lekin sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan esa svarchik nomer 1 bo'ldi. Obuna bo'linglar, kommentariy yozish va do'stinglarga ulash esdan chiqmasin.